Ustimdan yozib yuborishdi. Keyin meni yengillatdi, men borib adminini ham borib, o'zini ham borib urdim. Ikkiga bir urdim bunda. Bu avliyo. Chunki men ancha bosiqman, lekin oilamga tegadigan narsa bo'ladigan bo'lsa, menda chidolmayman. Oilam haqida noto'g'ri narsa aytib qo'yishganda, meni yengiltaga chiqarib, meni xizmatkor qilib olib ketganlar yo'llarga. Bo'lmasa o'zbekona oilaligini Instagramda odamlarni ko'rganda, sal kibrli bo'lishadi. Voy, men tamayman-u deb namoz o'qiyman-u deb shatta shu milliarderga deyishsa-yu, kartiye, hamma narsa bo'lsa. U kartiyeli aqling bor-ku. Sen bunaqa eding deb ismingiz birdan yoyib yuboradi. Karantindan keyin hamma bloger bo'lib ketdi. Ilmsizlikdan bo'ladi. Men sizlarga 1 million prosmotr qanaqa qilishni o'rgataman. Sizda bo'lsang, o'zingga Soxta ekspertlar. birinchisi opit bo'ladi, keyingisi zo'r bo'ladi. Siz to'g'ri qabul qilasiz. Men baxtli bo'lganimni ham ko'rsatmayman o'zimcha. Men butun dunyodan eng zo'r mehribon ona biznesdagi onalar. Uyda o'tirgan ona уже to'yib ketadi bolasidan. Xafa bo'lmanglar.